Dori vositalarini aholiga yetkazib berishda, demak, importdagi qaramlikni kamaytirish, ko'proq mahalliy ishlab chiqarishni ham rivojlantirishga qaratilgan muhim islohotlarni amalga oshirish bo'yicha ham qator topshiriqlar berilgan edi. Demak, bugungi kunda O'zbekistonda mahalliy ishlab chiqaruvchilarning ulushi qanday? Ular aholiga qanchalik dori vositalarini yetkazib beryapti? O'zbekiston Respublikasining taraqqiyot strategiyasi 2025 va 2030-yillarga mo'ljallangan harakatlar strategiyasida dolzarb masala belgilab berilgan bo'lib, hozirgi kunda respublika hududida 60 dan ortiq xalqaro GMP sertifikatiga ega bo'lgan zavodlar faoliyat yuritmoqda. 2018-yilda ushbu ko'rsatkich 5 donani ham tashkil etmagan. Hozirgi kunda dori vositalarini xalqaro standartlarga tayangan holatda ishlab chiqaruvchi, demak, zavodlar soni borgan sari ortib bormoqda va ularning liniyalarini to'g'ri ishlashi xalqaro standartlarga muvofiq bo'lgandan keyin GMP sertifikatini bermoqda. Bu o'zi mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqarilgan dori vositalarining ham samarali ekanligiga hech qanday shubha qoldirmaydi va mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqarilgan dori vositalari hozirgi kunda xalqaro Yevropa davlatlariga ham eksport qilish yo'lga qo'ygan mahalliy korxonalarimiz mavjud. Ular tomonidan ishlab chiqarilayotgan dori vositalari soni kundan kunga oshib bormoqda, ya'ni assortimenti kengayib bormoqda. Bundan 1 yil oldin mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqarilgan dori vositalarining soni 1,5 mingdan yuqoriroq bo'lgan bo'lsa, ushbu ko'rsatkich hozirgi kunda 2 mingdan oshganligi ushbu gaplarimizni isbot sifatida keltirsak bo'ladi.